Assalomu alaykum hurmatli akalar. YouTube kanalimizda bugun yangi video. Bugun o'zimizni oddiy Nexus 3 haqida emas. Video mana shu yerlarni supurib yuradigan, hop hamma nigohda bo'lgan pnevmadagi VAZ 2107 haqida bo'ladi. Okalar, semyorkamizni ko'rib turibsizlar. Namangan viloyati 3 tumanda bitta bo'lib turibdi mashq holatida. Bu mashinamiz asosiy fishkasi, ya'ni bu pnevmasi. Mana shu tugma orqali mana hozir ko'rasizlar, oldini ko'taramiz. Hop, orqasini ko'taraylik. Mash turish mashinasi stok holat deyiladi. Agar biz orqani tushiradigan bo'lsa, Ozarbayjonskiy stil, ya'ni Azilov, mana Azilov stilga aylandi. Agar oldini ham tushiradigan bo'lsa, chista oper stil bo'ldi. Mana Bipan degan o'zi Rossiyada tema bor, operskiy stil deyiladi. Ular prujina boriga kesib mashina 0 holatda, yer bilan teng holatda yuriladi. Mashinamiz ana shunaqa stilda turibdi hozir, mana ko'rishingiz mumkin. Hop, okalar, mashinamiz bagaj qismini ko'radigan bo'lsa, pnevma sher tomonidan pnevma o'rnatilgan. Bunga $1,500 pul ketgan. Hop, bu pnevma har bitta balonni alohida tushib chiqaradi. Oldi orqa har bitta balon alohida tushib chiqadi bu pnevmadan. Bittimi? Ha, ko'rib turibsizlar, mashina o'zi hammani o'ziga jalb qiladi. Sizlar bilan o'zi bu original zavодской motorni o'zini eshitamiz. Bomba aparat.
Młody cię